Hürmetlik vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Bugün ettiğen çıkıp kaldım. Bugün bir işim bada kaldı. Bugün Çislağa. 2021 yıl 10. ayının 7. günü hürmetlik vatandaşlar. Vaziyetten aytqanda, hazır üzemnin vaziyetini sözley, tünüki muhakeme, sözümde muhakeme. Leksiyamda mundaq bir meseleni yoki ismini almashtırib qo'yibdi. Masalan, hozir yoki tungillatin Shveysariyaning Syurix shahrida Amerika Jungo suhbatiga qatnashgan taraf. Masalan, Jungodan Yang Jiechi, Amerikadan men davlat ishlar katibi Antony Blinken debdimi, bu xato ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari tarafdan Amerika Davlat bexatarligi komitetining maslahatchisi Jack Sullivan apanda qatnashib, Jack Sullivan bilan Jungoning amaldori Yang Jiechi Shveysariyaning Syurix shahrida suhbat o'tkazdi. Buni tuzitib anglashinglarni umid qilaman, hurmatli vatandoshim. Ikkinchisi, tuzitib anglashinglar kerak bo'lgan masala, men dedim, ayni vaqtda sobiq prezident Carterning davlat ishlar katibi Brezhnevskiy Afg'oniston va Pokiston chegarasida mushundaq degan edi. Taxminan 20 yil o'tgandan keyin degan so'zni sizlar taxminan 40 yil o'tgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining yana bir navbatlik hukumati, ya'ni prezident Trump hukumatining sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo Washingtonda Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik, Xitoy irqiy qirg'inchilik elib beryapti dedi deb men sizlarga selishtirib muhokama qilgan edim. Mushuningdek 20 yil deganni taxminan 40 yil o'tgandan keyin deb tuzitib o'qinglar vatandoshlarim. Bugün sizlarga so'zlaydigan leksiya o'zi ma'lum bo'lib turibdi. Hozir davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan Yang Jiechining Shveysariyaning Syurix shahrida o'tkazgan suhbatiga munosabatlik. Masalan, mavzu mundaq boshlandi vatandosh. Jack Sullivan bilan Yang Jiechi suhbat o'tkazdi. Amerika taraf ko'ngil bo'ladigan masalalar suhbati o'ttirg'i qo'yildi. Amerika Jungo ishki taraf yil oxiridan burun yuqori darajalikda suhbati o'tkazishga ikki taraf prinsip jihati qo'shildi. Mavzuli xabar 10 ayning 7 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi vatandosh. Washington Amerikaning bir nafar amaldori haftaning 3 kuni 10 ayning 6 kuni mundaq dedi. Amerika va Jungo prinsip jihati prezident Joe Biden bilan Jungoning rahbari Xi Jinpingning yil oxiridan burun ekran shaklida suhbat o'tkazdiganligiga o'rtoq tushunish hosil qildi. Bu nafar amaldor matbuotga mushundoq ko'rsatishdan burun Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan shu kuni Shveysariyaning Syurix shahrida Jungo Kompartiyasining tashqi ishlarga mas'ul amaldori Yang Jiechi bilan ko'rishdi. Jack Sullivan chorshanba kuni Jungo siyosiy byurosining a'zosi Yang Jiechi bilan suhbat o'tkazdi. Aloqa munosabatni saqlab qolib, ikki taraf o'rtasida kun sayin keskinlashayotgan strategik raqobatni mas'uliyatchan bir shaklda tizginlamoqchi bo'ldi. İki taraf uchrashgan shu paytda Beijing har kunidagidek harbiy aeroplan avatib, Tayvan havo tavallikida parokandichilik paydo qilib, Amerikaning qattiq diqqat qilishini keltirib chiqardi. Aqsaray chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotida mundaq ko'rsatdi. Bu qatam Jack Sullivan bilan Jungoning tashqi ishlarga mas'ul amaldori Yang Jiechi bilan ko'rishganligi prezident Joe Biden bilan rais Xi Jinping 9 ayning 9 kuni telefonda suhbatlashishning davomida. Shu qatamqi telefon suhbati ikki davlat rahbarlari echivitilgan aloqa munosabatni saqlab, Amerika bilan Jungo o'rtasidagi raqobatlashishni mas'uliyatchan cheklashning, tizginlashning muhimligini bildirishgan edi. Aqsaray bayonotida mundaq ko'rsatdi. Amerika davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Amerika bilan Jungo hamkorlashib, nihoyat zo'r
davlat alqıgan xiristlarga taqabul turish sohalariga qiziqish borligini bildirishdi. Aksaray munda ko'rsatdi. Amerika davlat bexatarligi masalasi Jack Sullivan Amerika taraf diqqat qilayotgan, Jungo taraf harakat qilayotgan. Bir qancha sohalarni, jumladan kishilik huquq, Uyg'uriston, ya'ni Xinjiang masalasi, Hong Kong masalasi, Janubiy Jungo dengizi masalasi va Tayvanga munosabatlik masalalarni o'ttirib qo'ydi bu qatim. Syurix shahrida Shvetsariyaning o'tkazilgan Jungo-Amerika suhbatida Amerika taraf vakili davlat bexatarligi masalasi Jack Sullivan